Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz o'sha boshlab qo'ygan rubrikamiz, ya'ni kitob haqida muhokama qilish va oz bo'lsa-da ma'lumot berish. Sizlar ham qiziqib o'qisanglar yanada xursand bo'lamiz. Xursand bo'lamiz. Biz uchalamiz o'sha uchalamiz ham o'qigan kitoblarimizni muhokama qilib sizlarga taqdim qilmoqchimiz. Bugungi taqdim qiladigan kitobimiz Agata Kristina 10 negr bolasi. Agata Kristina hamma bilsa kerak. Detektiv asarlar yozadi. Hozir hammasini sanab o'tirib, videomizni juda ham zerikarli qilish niyatimiz yo'q, lekin bugungi rubrikamizda, bugungi videomizda muhokama qiladigan kitobimiz bu Agata Kristina 10 negr bolasi asari. Kitobdan qanday taassurotlar olganligimizni muhokama qilamiz. U ozgina ma'lumot berib o'tsak, u asar detektiv mana shu qotillikda yorib berish bo'yicha orolda bo'ladi, orolda bo'lib o'tadi u voqelikda. Shu taassurotlarimizni sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Lastdan bir taassurotingiz qanday bo'ladi? Yaxshi taassurot, menimcha kulgili joylari yo'q. U yoqda faqat tragediya, hamma o'lib ketadi baribir ham. Aytib qo'ydim, lekin baribir voqealar rivoji kim bularni chaqirgan, nimaga chaqirgan, nima sababdan chaqirgan, nima sababdan ular qanaqa bo'ldi, detektivlik ishida ham ichiga kirib ketganman. Hali bu yoqda nimadek zo'r kitob, haqiqatda o'qishga arziydigan kitob. Men endi u yerda shu endi qotillik haqida ketgan. U yerda men shu 10 negr bolasiga atab turib, she'r atab turib, xuddi shu voqelik bo'yicha sekin-sekin amalga oshirib o'ldiradi-yu. Men bu odam fantaziyasiga qoyil qoldim ekan. Agata Kristida o'sha shu fantaziyasini sahnalashtirib, fantaziyalariga qoyil qoldim. Har doim, har safar bumikin qotil, bumikin deb kitob tugab ketdi-da. Qanday tugatib qo'yganimni bilmadim. Zo'r ekan lekin. Sizchi? Hayoti davomida og'ir jinoyat qilganlarni to'plab turib, o'sha to'plangan odamlarni orolga hammasini to'plab turib, ulardan qasos olish rejasi chiqilgan va tartib bo'yicha o'sha qasosni amalga oshiradi. Lekin bitta narsa, o'sha qotil hamma rejalashtirgan odam shunaqangi rejalashtirganki, eng og'ir jinoyat qilgan odamlar oxirida o'ladi. Eng qattiq jinoyat qilganlar, yumshoqlari, yengil o'tadiganlar, endi baribir jinoyat qilish o'zi yengil, og'iri yo'q-ku, lekin qolganlarga nisbatan yengilroq jinoyat qilgan odamlar baxtliroq, azoblanmasdan, qo'rquvsiz o'lib ketadi. Boshida bitta-bittalab o'ladi. Rost aytganda, aynan bitta she'rga qiyoslab odamlarni bitta yo'q qilishi, bundoq qilishi, o'lib ketishi, she'r reja. Qizig'i shu odamlarni o'zi ham tushunib qoladi. Sразу уже ikkitasi o'lgandan keyin she'r orqali o'lishayotganini bilishib turib ham baribir ustamonlik bilan detektiv bo'lgan, qanday nima bo'lishi, uzunjonni hech biri saqlab qololmaydi. Bo'lmasam u she'r qilib haligi oroldagi o'sha mehmonxonada har bir o'sha o'limga duchor bo'luvchilar xonasiga bo'ladi, u she'r yozilgan bo'ladi. O'sha tarzda o'lim sodir bo'ladi. Har biri o'sha she'r asosida o'layotganligini ham bila turib, lekin o'zlarini hayotini saqlab qolish olmaydi. Aytyapsizlar, mana kitob haqida muhokama qilyapmiz. Yana etlarim seskanib deyapti. Ichiga kiryapmiz. Kitobni o'qigan paytimda har bitta she'rni o'qiysiz-ku, o'qigan paytingiz mana etingiz boshqacha bo'lib ketadi. Hozir yana o'sha yerda ayol kishilar ham qatnashgan. Bu yoqda faqat erkak kishi emas, 6 ta erkak, 2 ta ayol, 3 ta ayol bo'ladi. 7 ta erkak bo'ladi shunda. 7 ta erkak, 3 ta ayol bo'ladi. 10 ta odam-ku. Shunday bo'ladi. O'sha 3 ta ayolda eng ashaddiy oxirida o'ladigan ayol bor-ku, qiz. O'sha shunchalik
emotsiya bilan qaranglar mana shu she'rga nimaga meni gapimga quloq solmayapsizlar deb aytaveradi. Qayta aytaveradi. Nimaga ishonmayapsizlar? She'r asosida ketyapti deganda itlarim jimirlab ketadi. Hozir gapirayotgan vaqtda itim jimirlayapti. Shunchalik yozuvchi hech bir lahzasida zeriktirmaydi o'quvchilarga. Yuragingiz o'ynab tushib mana shunday etapdan o'tasizda, mana shu kitobni o'qiganingiz. Bitta narsaga qoyil qoldim, bu kitobdan tashqari narsa, mana shu detektiv asarni yozadigan Agata Kristi boshqa asarlari ham bor. Masalan, kinosini ko'rgan bo'lsanglar kerak, Yoshlar telekanalida Elkin Poirotmi? O'shani asarlaridan olingan-da, nima deydi? Kino qilingan. O'shanda ham men etim jimirlardi. Bitta tushib, bitta ko'tarilib, shunday emotsional kinolarda ko'rganimda ham bunday bo'lmaydi. Lekin kitob umuman boshqa narsa. Umuman boshqa narsa. Kitobda har bitta detaligacha aytib o'tilgan. Odamning ichki hissiyotlarini ham gapirib o'tadi. Har bitta odam bo'lib yashaysiz-da. Uni kinoga ochib bera olmagan. Kino hech qanaqa lekin ochib bera olmaydi. Ideya o'ylaydigan mana bu har bitta nima desam o'sha nima deydi, voqealar rivoji bor-ku, qanday xayolga kelganiga men umuman tasavvurga ega emasman. Men даже bunchalik reja ham tuzolmayman-da. Shuncha Agata Kristi. O'shaning paytgacha taniqli. Shunchalik odamlar chuqur anaqa qilingan. Bu mana bunday sevgi bo'lsa, ota-ona, mehr, muhabbat, nima deydi, hayotiy voqealar boshqa narsa-da, lekin detektiv asar, masalan, Dilnosmani hamma Dilnosni o'ldirdi bizni deb yursam, lekin siz o'ldirib chiqqan bo'lasiz. Mana shu narsa odamni qanaydir oxirida yo'q, senmiding degan narsani olib keladi-da. Shunaqa. Boshqacha emotsiyada, lekin yozgani qo'yilman. Juda ham ajoyib, rostdan ajoyib kitob. Tavsiya qilamiz, albatta o'qinglar. Agar o'qishga vaqtingiz bo'lmasa, audio anaqalar variantlari ham bor. Juda ham zo'r vaqtingiz ham ishinglar qilaverasizlar, ham audiosini eshitgan holda qilsanglar ham vaqtingizni ayagan bo'lasizlar. Agar kitobda imkoniyat, hamma imkoni bor xullas. Kitob o'qishda hozirgi zamonda ayniqsa, shuning uchun maslahat beramiz. O'qinglar, hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Bye.